To'qqizimiz 5 o'g'lingiz yig'ildi xonadonimizga. Mana hozir hammasi keladi. Barimiz butun bo'lib, hozir Xudo xolasa hammasi bilan uchrashasiz. Shin bo'lib yiqilib ketdim. Opa yomg'ir bo'lib to'kilib ketdim. Opa jonim dardlashgani keling bir kecha. Rangini eslolmay qoldim. Tomog'im achishib yig'lolmay qoldim. G'aflat bosib sizni yo'qlolmay qoldim. Opajonim dardlashgani keling bir kecha. Yostig'imga oylar botsin desangiz, yulduz yonimizda yotsin desangiz, yostig'imga oylar botsin desangiz, yulduz yonimizda yotsin desangiz, bir kunim odamday o'tsin desangiz, opa dardlashgani keling bir kecha. Bir kunim odamday o'tsin desangiz, opajonim dardlashgani keling bir kecha. Qo'shiqlarim zarif, bir ko'nglim podshodir, bir ko'nglim g'arib. Xudodan so'rovdim hofiza bo'lay deb, opajonim dardlashgani keling bir kecha. Bolaligimga Xonadonida 14 farzand yig'ildik. 9 qiz, 5 o'g'il yig'ildik. Mana Fatima Zuhra, yana mana Fatima Zuhralar, yana Fatima Zuhra, ikkita Fatima Zuhralar, ikki egizaklar, 200 dan ortiq nevara, chevara. Mana bugun Navro'z bayrami bilan onamizni, mana 90 ga borayotgan onamizni tabriklash uchun, muborakbod etish uchun hammamiz shu ota hovliga yig'ildik. Singil bo'laymen. Keling